Assalomu alaykum, Quvasoy kuzatib boruvchilari. Mana bugungi montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hop, ushbu montajimiz 5,5 million bo'lyapti narxi. Hop, manzilimiz Quvasoy shahar, Gresda bo'lyapti. Aka olib kelib o'rnatib berishlarimiz bilan. Razmeri 3 ga 1.60 balkoni, 1.30 ga 1.30 kuxnasi bo'lyapti. Aka alyumin aldoks 1 двойной aynak, kuxnasi podagonligi bilan balkoni bez podagonli bo'lyapti. Balkonda ikkita ochilish, bitta fortichka, kuxnada bitta ochilish, bitta fortichka bo'lyapti. Aynaklari двойной yodiy aynak, bir qavat yodiy, bir qavat oq. Hozir ichkaridan obzorini qilib beramiz. Domimizda kirishga mana bu tomonga bitta 1.30 ga 1.30 o'rnatib berganmiz, zazorlari joyida. Podagonlar penalangan 100%. Firmasiga tegishli zalotoy podagonlik. Hop, Akfa bilan Redpen'da nima farqi bor degan klientlarimizga farqi yo'q. Ko'rishinglar mumkin. Bu Redpen, mana bunisi Akfa. Rangini mana ko'rishinglar mumkin. Rangi birga bir tushadi. Hamma tomonlama firmasi bir xil. Original tish zimaletasi bor. Ko'rishga chit zanjirlari qo'yilgan. Chita germetika ko'rishinglar mumkin. Germetikalari bilan qilib berganmiz. Aynaga yodiy yaxshisidan. Aynada farqini hozir ko'rsatib o'tamiz. Aynada farqi. Salqinliklarni yaxshi ushlab beradi. SPS bosma rezinkalari. Bu tomonga mana balkonda o'rnatib berganmiz. Bu tomoni ochilmaydi, bu chekkasi. Bunisi ochiladi, bu ochilmaydi, bunisi ochiladi, bu ochilmaydi. Aynayotgani ham uy egasi qiynalmaydi. Ko'rishinglar mumkin. Juda yengil holatda. Bunisi ham zazorlar почти yo'q. Hamma yo'g'ini nolga olib qilib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Quvasoy Akfaga aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha xizmatdamiz. Dostavka, uстановка xizmatlari besplatniy. Borib o'lchab o'zimiz olib kelib, o'rnatib, qatirib, penalab kalitini topshirib beramiz, xudo xolasa. Bizdan keyin faqat atko'z olgizib olasizlar, xolos. Doimo Quvasoy Akfada qolinglar. Xizmatlarimiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Ushbu xizmatimiz ko'pchilikga ko'rish yordam beradi shu like, podpiskalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Quvasoy Akfada qolinglar.